Mana bugun Renessans ta'lim universitetida universitet hamda kasaba uyushmalari bilan hamkorlikda tashkil etilgan ilmiy nazariy seminarda ishtirok etyapmiz. Bugungi konstitutsiyamizda belgilangan normalar mana shu maqsadga, mana shu vazifalarga erishishda bir huquqiy zamin bo'lib xizmat qilmoqda. Bugun tadbir o'tayotgan Renessans ta'lim universiteti ham bugun mamlakatimizdagi mana shunday konstitutsiyaviy islohotlarning bir amaldagi yaqqol ifodasi deb ayta olamiz. Bugun Renessans ta'lim universitetida bo'layotgan seminar ayni konstitutsiyaning qadriyatiy jihatlari, uning huquqiy asoslari, jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni, davlatimizning jahon hamjamiyatidagi mavqeini huquqiy jihatdan kafolatlab turgan jihatlari atrofidagi fikrlar o'rtaga tashlandi va seminar davomida turli sohadagi mutaxassislar konstitutsiyaning ta'lim bilan bog'liq bo'lgan, o'qituvchi qadr qimmati bilan bog'liq bo'lgan qismlarni yana ham ko'proq tahlil qildilar va targ'ib qildilar. Bayram davom etyapti. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Bugun Renessans ta'lim universitetida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuniga bag'ishlangan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvda ustozlar, shu sohaning mutaxassislari, talabalar va barcha ishtirokchilar ishtirok etib, konstitutsiyaning davlat va jamiyat tuzilishidagi o'rni, inson huquq va erkinliklarini ta'minlashdagi roli, jamiyatimiz hayotidagi barcha huquq va erkinliklarni ta'minlashdagi ahamiyati haqida so'z yuritildi. Va bugungi uchrashuv albatta o'zining amaliy samarasi bilan xizmat qiladi deb o'ylaymiz.